Sharqi Turkistonlik muxbir va yozuvchi Mirkomil Qashqariyning onasi 19 aprel vafot bo'lgan bo'lib, Anqarada yashayotgan Mirkomil apandi bu uchurni 6 kundan keyin anglagan va 3 kunda ondan dalillagan. Uning bildirishicha, bu jarayonda onasining miyit namozini tushirgidek er kishi qolmagan bo'lib, uning oilasidagi erlarning hammasi Xitoy tarafidan tutqun qilinib yig'ilish lageriga qamalgan. U bu haqda ijtimoiy taratqularda bayonot e'lon qilib mundoq dedi: Anamning jinozasi uchun 6 qarindishimdan faqat eng cho'ng'iga qisqa bir muddat ruxsat qilingan. Saqchilar uningga men bilan aloqalashmasligini, bo'lmasa baloga qolganligini aytgan. Anam Xitoyning jazo lagerida qiynalib o'lib ketdimi yoki o'z ajali bilan vafot bo'ldimi bilmayman. Balkim lagerda shahid qilinib, jasadi berilgan bo'lishi mumkin. Marhumga Allohdan rahmat, yaqinlariga sabr tilaymiz. Shvetsiya poytaxti Stokholmda Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchilariga qarshi namoyish o'tkazildi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi musulmonlarning ovozi bo'ling, Uyg'urlar uchun erkinlik yurishi shiorlari bilan tashkillagan bu faoliyatga Xalqaro Demokratlar ittifoqi Shvetsiya sho'basi, Shvetsiya o'lka ojoqlari va boshqa turk ommaviy tashkilotlar qatnashdi. Xitoyning Stokholmdagi bosh elchixonasi oldiga jam bo'lgan namoyishchilar Xitoydan Sharqi Turkistondagi jazo lagerlarini taqashni talab qildi. Eron tashqi ishlar ministri Zarif Shimoliy Koreyani ziyorat qilishni planlayotganligini bildirdi. Uzun do'mayan Amerikaning embargosiga uchrab kelayotgan Shimoliy Koreyaning tashqi ishlar ministri Ri Yong-ho Amerika Eronga yurgizdigan embargo siyosatini e'lon qilgandan keyin Tehronga ziyoratga borgan edi. Onundan boshqa Eron doiralari yana Amerikaning jazolashiga qarshi yadro qurollarini tezginlash kelishimidan chekinib chiqishi mumkinligini bildirdi. Malayziya bosh ministri Mahathir Mohamad Xitoy ziyoratini oxirlashtirish oldida muxbirlarga so'z qilib, bir balvoq bir yo'l qurilishi biz uchun Xitoyning boshqa davlatlarni kontrol qiladigan bir hokimiyat plani emas dedi. Mahathir yana juma kuni Beijingda 2-chi navbatlik bir balvoq bir yo'l munbiriga qatnashganda Xitoyning bir balvoq bir yo'l siyosatini qo'llaydiganligini bildirib, ishonamanki, Malayziya bu qurilishning zo'r nafga erishidi dedi. Saudiya Arabiston valiahd shahzodasi Muhammad bin Salman Manchester birlashma komandasini setib olish plani sug'urchilashgandan keyin yangi yo'l izlashga boshladi. Saudiya Arabiston Manchester birlashma komandasini setib olish orqali Arab birlashma xalifagiga ega bo'lgan Manchester shahar komandasi va qator setib olgan Paris Saint-Germain komandasi bilan raqobatga tushishni planlagan edi. Manchester birlashma komandasining sohibi bo'lgan amerikalik Glazer oilasi bu savdoga qat'iy qarshi turdi. Shahzoda Muhammad bin Salmanning setib olish suhbatlari Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamil Qoshiqchi o'tgan yili 2-oktyabr Saudiya Arabistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasida vahshiylarcha o'ldirilgandan keyin sug'urchilashdi.